Assalomu alaykum. Bugun bozorda trubichkalarni ko'rib, yoshligimizdagi belkovli kremli trubichkalarni rosiyam yegim kelib ketdi va uyga kelib iftorlikka albatta trubichka pishiraman deb o'zimga ishoning, shunaqa ham mazali chiqdi. Endi retseptini sizlar bilan bo'lishaman. Un bilan margarinni yaxshilab uqalab olamiz. Tuxum sarig'ini aralashtirib, ichiga shakar qo'shib, yana aralashtirib olamiz. Ro'zada hech kim yemayotgan smetanani ham qo'shib aralashtirib olamiz. Unli massamizga razrixritel va smetanali massamani qo'shib, yumshoqqina xamir qora olamiz. Xamirni 4 bo'lakka bo'lib, salofanga o'rab, xolodilnikda yarim soatga qo'yamiz. Xamir qilganimdan keyin trubichka qilish uchun konus yo'liga esimga tushib qoldi. Tezgina oq qog'oz va folgadan yasab oldim. Videoda qanaqa yasalish kerakligi tushunarli ko'rsatilgan. Shu joyiga ham bitta like bosib keting. Xamir tingandan keyin olib yupqa qilib yoyib, lentichkaga kesib olamiz. Konusimizga videoda ko'rsatilgandek o'rab olamiz. Trubichkalarning ustiga tuxum sarig'i surib olamiz. Bolajonlarimizning ko'z yoshini qo'shib olamiz. Duxovkada 180 gradusda pishirib olamiz. Usti qizarib pishgach, issig'ida ajratib olamiz. Belkovli krem qilamiz. Shakar, suv, limon suvi solib olovga qo'yamiz. Tuxumga tuz qo'shib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Qiyom tayyor bo'lgach, tuxumga sekin-asta qo'shib ko'pirtirib olamiz. Soviguncha ko'pirtiramiz. Trubichkaning ichini krem bilan to'ldiramiz. Ustiga saxarni pudra sepamiz. Do'stlarga jo'natib obuna bo'lamiz. Yoqimli ishtaha.